Yana KAMAZ o'rta o'qi uzilgan. 1 2 3 zalal yo'q. Olib tashlaymiz, aytamiz. Cho'ni bilet beramiz shuni. Nishasang ham foydasi yo'q. Video atasama, boshqa atasama deyarlar diqqatini. Yangi yeringizga zo'r beringni, yozing endi kommentariyani. Rahmat aytamiz. Biza tanqid qilishni ham, rahmat aytishni ham bilamiz. Ajoyib zamonda yashayapmiz. Agar to'g'rilik bilan tasarruf qilsak, uzoqlashishadi. Agar niqobni kiyib olsak, yaqinlashishadi. Makkammi? Zakonniy. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Doston Shuhratovich va biza bugun Xorazm viloyati Hazaras tumanida joylashgan Yangi bozor qishlog'ining mana shu abgor yo'llarini syomka qilish jarayonlaridan keyingi syomkadamiz. Bu bo'yicha sizlarga hozir ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Mana shu yo'llarni remont qilish jarayonlari boshlangan. Buni xursandchilik bilan sizlarga lutfan ko'rsatishda biza xursand bo'lamiz. Demak, yaxshilab o'rnashib olinglar. Videoni bu yog'i xudo xolasa chiroyli bo'ladi. 1 2 3 zalal yo'q. Olib tashlaymiz, aytamiz. Cho'ni bilet beramiz shuni. Xorazm viloyati Hazaras tumani Yangi bozor qishlog'ida remont ishlari boshlanganligi sababli biz sizlarga muborakbod etamiz. Xursandchiligimizning cheki yo'q. Bu videoni yozishimdan maqsad remont hali oxiridan yetgani yo'q, lekin bir joylardan kelib qo'yib turib, g'ingshimay, iflos, notizakim biltirsan sen. Hazarasdan ishlatib bursan, bir yashdan ishlatib bursan degan gaplar, yangi ma'lumotlar gaplar eldini olib qo'yish maqsadida shunchaki vejlab bo'lgandan bizlar praktikamizda kelib turib, "Ina, ish nasib bo'lib turibdi, remonti boshlandi" degan gaplarni o'z-o'zidan yozib, chiqarib, qahramon bo'lishni xohlagan odamlardan eldiroq videoni chiqaraldi degan maqsadda turibmiz buni. 1 2 3 paqqilab o'qlab o'zi asosiy emas, asosiy narsa inoshadi. Yangi bozor qishlog'ining yo'li yarminacha remont bo'ldi. Hozir uni videoning davomida darsga ko'rsatamiz. Bu tarafina keladigan bo'lsak, Elektroseting, Hazaras tuman Elektroseting aybi bilan bugun ishi qolgan qismi, eng og'ir ahvoldagi qismi Yangi bozor qishlog'idagi yo'lni vaqtinchalik to'xtatilib turadi. Qo'rqishga hojati yo'q. Ertang xudo xolasa bu narsalar hammasi kontrolda, nazoratda, svязda bo'lib turibdi. Ertang xudo xolasa ishga tushadi ekan. Elektroseting muammolari bugun bartaraf bo'lamiz. Soat 6 gacha deb aytdilar, lekin men bu soat 6 ga ishonmayman-dan, chunki bu Hazaras Elektroset. Hozir yo'li dalshi davomida ko'rsatib o'tamiz. Video aytganinga foydasi yo'q. Nishasang ham foydasi yo'q. Video atasama, boshqa atasama deyarlar diqqatini. Yangi yeringizga zo'r beringni, yozing endi kommentariyani. Kommentariyalaringizni ko'rib bir hazatali. Yine şu videoni aytgandan keyin xudo xolasa men o'ylayman, ishi budjetdan bir 300 million atrofida, 400 million atrofida biza bu so'g'irib ish puli yine shu yo'la sarflab turibdilar o'xshaydi. Chunki men o'zim ko'rganim 3 KAMAZ asfalt. Ish bo'lib turibdi. Rasmiy joyda ish bo'lib turibdi. Dalshi ko'rasizlar xudo xolasa asfaltni. Bu 2025-2029 yil davomida betonlashtirish, kengayishdan oldingi vaqtinchalik foydalanib, yaxshi harakatlanish uchun vaqtinchalik zatilib turgan narsa bu. Shu narsam bo'lmasa edi. Bu kapitalniy remont emas. Chuqurlarni, yangi yashil qora bo'lib yotgan joylarimiz avvalgi videoda aytganimizdek, yamab, taxlab, dumpik bo'lgan joylarni qirib, tekislab, yurishga qulay etib qo'yish uchun bo'lib turgan harakat bu. Lekin shuni o'zini ham 4-5 kundan beri harakat bo'lib turibdi. Marhamat yo'l davomida ko'raverasizlar. Hozirgina Cobaltda o'tirib Nexia'ga birda o'tib qoldim. Ayanchli sabablarga ko'ra kreditim to'lamagan ekanman. Kreditga pul yechib oldi. Cobalt olib borib berdikdan kreditga to'lab yopib keldik, Nexia oldik. Yana shu yo'l hozircha remont qilinmay turgan qismi. Bu 300 metr atrofida chiqadi hozir. Remonti to'xtatib turgan qismi bu. Yana bu KAMAZga to'xtalib o'tamiz. Shu joy o'zida momentalniy. Chunki reportaj bo'ladi bu hozir shu o'zida. Qaranglar. Yana KAMAZ o'rta o'qi uzilgan. Buning sababi navdan bo'ladi. Tekis yo'lda yurgan mashinaning hadovoyi buzilmaydi. Hech bir joyi buzilmaydi. Qarating yo'llar. Yana shu yo'llarda KAMAZ yuk bilan kelayotganda nechik ahvolga tushadi. Men o'ylayman, shu KAMAZning buzilishina yo'llarning ahvoli og'ir ekanligi, vaqtida qaralmaganligi sabab deb o'ylayman.
yana boshqa sabablaringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Men shuni deb bilaman, sizlar nima bo'lsalar kommentariyga yozib qoldiringlar. Men shu yerda hozir endi ozgina Oltinga qoldi deb o'tdim. 300 metr atrofida deb o'tdim. Endi shu svetoforacha, oldimizda turgan svetoforacha. Buni birinchi video adabicha bo'lmadi. O'zbekcha. Hozirgi video shu yerda bo'lib ketdimi? Zalal yo'qmi? Yaxshi. Mana shu svetoforacha asfalt chuqur joylari remont qilindi. O'tgan safar videomizda ko'rsatib o'tgan kadrlarni, hozirgi kadrlarni videoni xudo xolasa o'rtaga bo'lib qo'yib, ko'rsatib beramiz. Avvalgi safargi bilan hozirgining effektini. Bu bo'yicha biza rahmat aytamiz. Biza tanqid qilishni ham, rahmat aytishni ham bilamiz. Chunki videomizga ijobiy fikr bildirib, qarating, yo'lga qarating. Ijobiy fikr bildirib, asfalt bo'lgan joy, shu yerdan mashinalar aylanib o'tib yuradi. Hozir men spokойно o'taman bu yerda xudo xolasa. Videomizga ijobiy fikr bildirib, rasmiy munosabatlarni o'z vaqtida bildirib turgan Hazorasp tuman hokimligi matbuot kotibina, Hazorasp tuman hokimina, yo'l idorasi boshlig'i Jamshid Ama biza ishdan keyin shu ag'a-uka hammasi bilan oydinmiz, xudoga shukr. Prokuror bilan advokatning gap bizanikan. Yo'l, asfalt bo'ldi. Chuqur joylari bartaraf qilindi. Ko'rinib turibdi bu narsa. Mana paxta qo'yib, bina bir ishlatib, degan gaplar aytgani yo'q hech kim. Bu mening qo'limda bor, xarakterim shunday. Shunday chuqur bo'lib yotibdi. Mashina Oltindan qochish uchun u tarafa, bu tarafa, u tarafa shunatib yurish kerak edi. Avariya holatini keltirib chiqarish uchun manyovrlar qilish kerak edi. Hozir Xudoyga ming qatla shukr, ishlab turgan giroylarga rahmat. Yo'l idorada, ahvolini ichkada shu ahvol. To'g'ri, bor, yo'q emas, lekin yengil. Mehki tushib chiqiladi, tamom. Bu yangi uxlamaslik uchun deb bu qo'shiq aytib ketali. Ahvol avvalgidan ancha o'zgargan, yaxshi, zo'r. Beda ishlab turgan har bir qo'lini lapatga tutgan spes adejda kiygan ishchilari, haqiqiy ishni qilgan odamlarga katta rahmat. Avvalambor hokimiyat ham chetda dursin, boshqasi ham chetda dursin. Pul ajratgan bilan boshqa aytgan bilan yo men, yo kommentariy yozib o'tirgan odam, yo Bastastonda yozib o'tirgan odam qo'lini lapatga olib ishida yo'l idorada darojniy mashinalar bilan birgalikda ishlab bilmaydi. Ishlab bilimiz ham, kuchimiz ham yetmaydi. Biz o'zlarimizcha nima deydi? Yo'q, men bu ishni aytmayman deb ham aytib bilamiz. Shundan kibrlanib ketgan vaqtimizda. Lekin endi shularga rahmat. Xudo xolasa ertang ana shura nega kelsinlar, qolgan qismini, eng og'ir ahvoldagi qolgan qismini remont qilish uchun shu ishchilar kelsin. Nasib bo'lsa, albatta zo'r etib o'zimiz tashkil etib, nasib bo'lsa ko'rsatamiz.